Menimcha mana shunaqa hammaga udobno bo'lsa kerak. Assalomu alaykum do'stlar, barchaga kirayotganlarga xayrli kech. Xudo xolasa ozgina vaqt qoldi. Ya'ni konkursimizni g'oliblarini aniqlashga, ya'ni 40 ta biletni egalarini topamiz. Xudo xolasa. Biletlar shu yerda. Yarmi. Odam qo'shilib olsa, ozgina Xudo xolasa boshlaymiz. Mas'ulda o'qiydiganlar bo'lsa yozinglar, qaysi filialda o'qiysizlar, tanishib olamiz ungacha. Nima deysizlar? Ancha yaxshi bo'lsa kerak. Aytmoqchi, hali qatnashga ulgurmaganlar bo'lsa, bemalol mana shu videoga kirib, batafsil shartlar bilan tanishib, shartlarni bajarib, konkursda ishtirok etishingiz mumkin. Assalomu alaykum, ijodiylarga omad. Rahmat Kotakon. Boshlayvering, nima boshlayvering. Xo'p. O'rtoqlik ko'paytiramiz. Odam misol o'rtoqligiga share qilamiz. Xudo xolasa ozgina odam ko'paysa boshlayveramiz. Chunki ozgina biz ham kechga qoldik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra. Filial Alisher Navoiy. Salom barchaga, Alisher Navoiyligilarga. Ya'ni kelinglar, hozir men shartlar bilan tanishtirib o'tsam. Aynan 40 ta bilet sizniki bo'lishi mumkin. Birinchi konsert dasturimiz DJ King Matsarel, ikkinchi dasturimiz bo'ladigan bo'lsa Humo Fest konsert dasturi. Ishtirok etish juda ham oson. Mazkur sahifasiga obuna bo'lishingiz kerak va ushbu ko'rayotgan postlarning tagida 3-4 ta do'stinglarni belgilashingiz kerak bo'ladi va o'z storieslarda repost qilgan bo'lishingiz kerak. Aynan ushbu shartlarni bajargan bo'lsangiz, xudo xolasa sizlarda yutish imkoniyati albatta mavjud. Hozirga kelib bizda 1628 ta komment mavjud. Ushbu videomizning kommentariya bo'limida. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Hozir ham qatnashsa bo'ladimi? Albatta qatnashsa bo'ladi. O'shaning uchun bekorga hozir shartlari bilan tanishtirib o'tmadim. Hali ulgurmagan bo'lsangiz, bemalol bizning sahifaga qaytib, ushbu videoga kirib, shartlar bilan tanishib, bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Balki hozirgi daqiqalarning o'zida siz yutib qolishingiz mumkin. Xullas shunaqa. O'zimda o'ylab qarasa, juda ham oddiy shartlar va sovg'alar 40 ta bilet. Bu juda ham zo'r. Assalomu alaykum, qachon boshlaysiz? Ozgina qoldi, xudo xolasa boshlaymiz. Zo'rku qachon boshlaymiz? Hozir aytganimdek, ozgina vaqt qoldi. Kelinglar, ungacha yozinglar, sizlar qaysi filialda o'qiysizlar, qaysi filialda o'qiysizlar, shu haqida gaplashinglar. O'zi aslida bizda bilet har bitta insonga bittadan berilishi kerak edi. Ya'ni 40 ta sovg'a, ya'ni 40 kishi yutib olishi mumkin edi. Endi hozir o'qib chiqolmay ko'pchilik aytishyaptiki, 20 ta odamga 2 tadan bilet beringlar deyishyapti.
Nima deysizlar sizlar bu fikrga? Chilonzor filial. Salom. Darxon filiali, Nistraz o'quvchisi. Mazzagan zo'r ustozlar. Darxon number 1. Bir odamga bir bilet beriladimi? Aynan shu narsa bo'yicha masalan hozir so'rovnoma o'tkazolman. Agar xohlasanglar 20 ta odamga ikkitadan bilet berishimiz mumkin. Shu narsa bo'yicha yozib qoldiringlar, qanaqa ovoz keladi, ko'proq ovoz kelsa o'shanga qarab biz boshlaymiz. 40 ta bo'lsin deyishibdi mana bu yerda. Ikkitadan qilinglar deyishibdi. Yo'q, unda shans kamayadi. Baribir men aytaman, inshaalloh nasib bo'lsa har bittaliga berish, yutish. Hech kim o'zi bitta o'zi bormaydi-ku. Okey, kelinglar endi xulosaga o'taylik. Bitta odamga ikkitadan bilet yoki bo'lmasa har bir 40 ta g'olibga bittadan bilet beraylik. Xudo xolisi 3 minut, 3 daqiqa qoldi. Xudo xolisi boshlaymiz. Assalomu alaykum, nima bo'layotgan ekan? Xabaringiz bo'lsa, Mazkur konkurs o'tkazyapti. Ya'ni ikkita konsert dasturi, birinchisi Humo Fest konsert dasturi, ikkinchisi DJ King materiallarni yakkaxon konsert dasturi uchun 40 ta bilet o'ynalgan. Shunaqa. Bittadan, ikkitadan. Bittadan bering. Aniq javob bo'lmayapti. Bittadan, ikkitadan bo'lsin. Bittadan o'ynaveramiz. Shartdan xabaringiz bo'ladigan bo'lsa, asosiy profilimizga qaytsangiz, aynan shu videoyimiz bor. Ushbu videoyimizga kirib, to'liq shartlarni bajarsangiz, xudo xolisa yutish imkoniyatingiz bor sizda ham. Batafsil yozilgan, ya'ni Mazkurga obuna bo'lishingiz kerak, repost qilishingiz kerak hamda 3 ta 4 ta do'stingiz belgilashingiz kerak ushbu video kommentariyasida. Apros qilgan yoki istoriyada aynan apros qilishim uchun ham anchagina vaqt ketib qoladi. Shu sababli kelinglar. Aniq bitta javob shu yerda aniqlab olsak. Hozir o'zida kommentariyamiz xudo xolisa 100 taga ko'paydi bizani, yana ishtirokchilar qatnashyapti. Tak. Qirqta odamni baxtli qiling, faqat 20 tani emas. Kelinglar, o'sha shart yozilganidek qila qolamiz, ya'ni 40 ta insonga bittadan bilet bera qolamiz. Ushbu video bo'ldi, bittadan qilamiz, ko'proq odam yutsin, o'rtoqlar. Borish bormasligi endi avvalo o'zini imkoniyatidan, sharoitidan kelib chiqiladi. Chunki bizda baribir shartda yozilgan 40 ta.
Aha, xo'p. Aynan bizni konkursimizning g'oliblarini ushbu platforma orqali aniqlab olamiz. E'tibor bilan turasizlar, xudo xolasa. Zagruzga beramiz. Va o'sha videoni biz ushbu joyga qo'yamiz. Umumiy hisobda 1745 ta kommentariy yig'gan ushbu video. Va bizni aniqlashimiz mumkin bo'lgan joylar. Ya'ni g'oliblar soni bizda 40 ta bo'lishi kerak. Ya'ni mayli 2 marta taqiqlagan bo'lsa, belgilashimiz mumkin. Renderga beramiz. E'tibor bilan kuzatinglar. O'rtoqlar. E'tibor bilan kuzatinglar o'rtoqlar, balki sizlar o'tarsizlar hozir. Barabarlar bilan chalishadi, hayajonli daqiqalar. Aynan 1745 ta kommentariyaning orasidan hozir bizda ishtirokchilar tanlanyapti. Kutamiz ozgina. Va g'oliblar oldindan aytib qo'ying, g'oliblar o'z biletlarini Majschoolning Darxon filialidan olib ketishlari mumkin bo'ladi. Ozgina qoldi. Va bizda g'oliblar aniqlanishiga bir necha daqiqalar qoldi. Bismillah. Sarvar 9353. G'oliblar aniqlanyapti, o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham yaxshi. Bizda 14-g'olib. Hali imkoniyat ko'p. 15-16. Bizda Tochkumi, Muhammadjonova, Solihanova 3, Farhodov 655, Usmanova, Lala, Mamasadikova, Farzona Azamatova, Ismoniya, shunaqa, Shahzoda, Karimov W, Fitime, Avaz, tushunarsiz, Marjina, O'z73, Sarixon, Iroda Kadirova 35-g'olibimiz, Sherxonov, Rustamjon, Ruxshona, Ziyo 087, 40 ta g'olib
ko'rishingiz mumkin. Menimcha ushbu joyda ko'rayotganlar menimcha bo'lsa kerak balki g'oliblar. G'oliblar aynan Primoyda bo'ladigan bo'lsa, sizlar bemalol yozishingiz mumkin. Hozir o'zida balki sizlarni tanishingiz ham bo'lishi mumkin. Aynan biz hozir qanaqa bo'lamiz? Ya'ni chunki bizda ikkita konsert dasturi uchun bilet, ya'ni 20 ta, 20 ta. Birinchisi DJ King Material, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa Humo Fest konsert dasturi. Ya'ni birdan 20gacha bo'lgan ishtirokchilarimiz material va konsert dasturi uchun, 20 dan 40 gacha bo'lgan ishtirokchilarimiz Humo Fest konsert dasturi uchun o'z biletlarini olib ketishlari mumkin bo'ladi, ya'ni MySchool'ning Darxon filialidan. Shunaqa. Menimcha hech qanaqa norozilik yoki boshqa holatlar bo'lmadi deb o'ylayman. O'zingizlarning ko'zingizlarning oldida o'tkazdik. Jonli efirimizni. Humo Fest beringlar. Darxon number 1. Men yutdim, qatdan olsam bo'ladi biletni. Biletni boya aytganimdek, MySchool'ning Darxon filialidan olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Direktga yozadigan bo'lsangiz, o'zimiz ham aloqaga chiqamiz. Sizlarga agar bilmasanglar, lokatsiyasini tashlab beramiz, bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Soat 9 dan soat 20:00 gacha o'z ish faoliyatini olib boradi. Menimcha bo'ldi. Barchaga rahmat ko'taman qatnashgan, minnatdorchilik bildiramiz bu uchun. Va xudo xolasa bu boshlansa, keyingi konkurslarda ham xudo xolasa sizlarga yutish nasib qilsin degan umiddamiz. Gazetda birga MySchool jamoasi hamda sizlar bilan ko'rishguncha salomat bo'linglar.